yurakdan sevadigan, ona vatanini, O'zbekistonni qadrlaydigan yaxshilar, yangi kun, yangi tong muborak bo'lsin. Barchangizga xayrli kelsin deymiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli teletomoshabinlar, hurmatli Onaijahon muxlislari. E'tiboringiz markazida Andijon viloyati teleradio kanali hamda Andijon nafasi ko'rsatuvi. Biz jonli efir mas'uliyati ila, ya'ni ertalabdan Andijon viloyati teleradio kanalining ijodiy jamoasi yana sizning kayfiyatingizni bizniki kabi yuqori bosqichga olib chiqishga harakat qilamiz va biz bunga tayyormiz. Bilasizmi, kimdir san'atda o'zini ko'rsatsa, kimdir texnologiyada, ilm-fanda yetakchi. To'g'ri. Har kim o'zini tanlagan yo'lida ketadi. Albatta, eng muhimi mana shu oldiga qo'yilgan maqsad sari harakat qilib, to'xtamasdan mana shu maqsad sari harakat qilsa, albatta o'zini o'ylagan niyatiga yetadi va mana shu o'zini maqsadi sari ilg'amayotgan, dadil qadam qo'yayotgan yoshlardan biri bugun ko'rsatuvimizning mehmoni bo'lgan. Bir emas, ustozini ham taklif qilganmiz. Andijon shahridagi Prezident maktabini o'quvchisi va o'qituvchisini mana shu startap loyihalarda yoshlarni ilhomlantirib turgan ustozi bilan birga taklif qilganmiz. Marhamat. Ko'rsatuvimiz mehmoni bo'lishgan ular. Xush kelibsiz. Marhamat. O'z joyingizni egallashingiz mumkin. Bilasizmi, qanaqa sovg'a bilan kelgan ishtirokchilarimiz? Oddiy hassa ko'rganman, lekin mana shunday smart hassa deb tanishtirdi hozir ko'rsatuv avvalida. Hozir bizni kuzatib borayotgan, jonli efirda ko'rayotgan yurtdoshlarimizga ham bu bo'yicha hozir batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Buni aqlli hassa desa bo'ladimi? Ha, buni aqlli hassa deb nomlab, shu xususiyatlarni qilib rivojlantirdik. Nimasi bilan aqlli? Biz bu yerga hozir prototipini olib keldik studiyaga va bu hozirgi asosiy xususiyatlardan biri. Ko'zi ojiz yoki bo'lmasam ko'rishda muammosi bo'lgan bir inson buni ishlatsa, oldidagi obyekt yoki biror bir narsani signal beradi. Masofadan avval. Masofadan. Qancha masofadan ilg'ash mumkin to'siqni? Bu hozir 5-10 santimetrdan 2 metrgacha bo'lgan masofada ko'ra oladi. Qanaqa to'siqlar haqida, xavf haqida imkoniyati cheklangan yurtdoshimizga xabar, signal bera oladi? Qanaqa to'siqlarni ilg'aydi? Bu shu odamga xavf tug'dira oladigan katta yuzada, misol uchun kattaroq tosh bo'lsa yoki shunga o'xshagan yoki yo'lni to'sayotgan nimadir bo'lsa, shu to'siq haqida xabar bera oladi. Harakatlanishiga nimaki to'siq bo'lsa demoqchisiz-a? Mana ustozi to'ldirib bersin. Assalomu alaykum. Ushbu smart hassamizning yana bir jihatlari faqat signal bilan emas, hatto hozir yaqin kunda qo'shdik vibratsiya tizimida. Misol uchun o'sha agar kimlargadir masalan signal doimiy tovushdaligi xalaqit qilishi mumkin, shunda o'sha vibratsiya orqali insonga o'sha kelayotgan xavfdan ogohlantiradi. Qanaqadir to'siq bo'ladimi, buyum bo'ladimi, o'shalardan qanchalik misol 60 santimetrga biz hozircha mo'ljal qo'yganmiz, chunki undan u yog'i bizga yetadi 60 santimetrcha. Lekin buni sozlash mumkin, har xil masofalarda sozlash mumkin. Masalan, necha metrgacha maksimal? Maksimal 2 metrgacha bemalol olish mumkin. Bu ultrasonik qurilmasidan, demak, o'sha maksimal darajasi 2 metrgacha bizga masofada qabul qilish imkoniyati bor. Hamkasbim qarab turishida hozir mana shu aytib o'tgan jarayoningizda mana shu joyda o'zida amalga oshirsa bo'ladimi, Asilbek? Albatta. Qilib ko'rsa bo'ladi. Shu masofasini aniqlab, hozir mana yurtdoshlarimiz o'zi to'g'ridan to'g'ri guvoh bo'ladi. O'rtada. Demak, siz yaqinroq masofa qo'ygansiz bu joyga. Sozlab olsa bo'ladi 2 metrgacha. 2 metrgacha sozlash mumkin. 50 masofasi yaqin. Bu prototipni analoglar bormi O'zbekistonda yoki xorijda eshitganmiz bunaqa mahsulotlar haqida? Nimasi bilan ustun? Albatta xorijda bunga o'xshagan uskunalar yoki bunday g'oyalar bor, paydo bo'lgan. Lekin biz ham O'zbekistonda shunday IT sohasida shunga o'xshagan g'oyalarni rivojlantirishni xohladik va buni ustunligiga keladigan bo'lsak, bu ham shu xorijda bo'lgani kabi g'oyaga va xususiyatlariga ega va bizda kamroq narxga taklif etamiz. Kamroq tannarxga ega. Domla, keling tahlil qilamiz va agar patent olinib, seriyali ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, iste'molchilarga qanchadan sotuvga chiqarish mumkin? Import bo'layotgan bunaqangi analogdagi mahsulotlar qanchaga tushadi aholimizga? Farqi qancha? Buni hozircha tan narxi 100 ming atrofida bo'lib turibdi. Buning ichidagi barcha qurilmalar o'zimizning mahalliy mahsulotlardan hamda Arduino Plata tashkil topgan. Endi buni ishlab chiqarish, seriya ishlab chiqarishga
yo'lga qo'ysak, misol agar ishlab chiqaruvchi o'zimiz ishlab chiqarmasak, ishlab chiqaruvchiga bersak ham qanchadir kelishilgan holatda biz kelishimiz mumkin. Demak, unchalik yuqori bo'lmaydi narxi. Yo'q, bizda chet elda boshqa analoglardan asosiy farqi bizda avvalo tan narxi hamda uni mahalliy mahsulotlardan ishlab chiqarilganliklari, milliy mahsulotlardan. Albatta, misol mana bu plastikdan iborat, qolgan qurilmalar ham xuddi shunday o'zimizda doimiy o'zi topiladigan mahsulotlardan, materiallardan, xomashyolardan iborat bo'ladi. Va yana bir qulay tomoni, vazni ham unchalik og'ir emas. Albatta. Insonga qulay, yengilligi bilan. Endi buni boshqa keyingi versiyalarni ham ishlab chiqarmoqchi. Bunda hali masalan boshqa metall ko'rinishda, bir boshqa holatlarda ham yengil metallardan ham qilishimiz mumkin. Biz endi bu boshlang'ich birinchi prototip bo'lganligi uchun hozircha shu bilan ishlab chiqardik. Patent olishga qancha qadam? Patent olish niyatidamiz shu kunlarda, xudo xolasa. Albatta, bu yilda hozircha endi shu ishlar jarayonlar ketmoqda. Mani bitta narsa qiziqtirib qo'ydi-da meni boshida Jahongir, agar ishlab chiqarishga tatbiq qilinadigan bo'lsa, amaliyotga, ya'ni tadbirkorga beradigan bo'lsangiz, patent muallifi sifatida siz nechidir yil ulush olasiz-da, demak pulni tayda qolar ekansiz. Demak, hozir necha yoshdasiz Asilbek? Men hozir 16 yoshda. 16 yoshda. 16 yoshdayoq mana shu qarang, ilmni, g'oyani, qarang, ilmga tikilgan sarmoyani orqasidan insonga pul kelishiga bir qadam qoldi yoshlarga. Bilishimcha, birgina smart xassi emas loyihangiz. boshqa loyihalar ham bor. Ya'ni sun'iy intellekt borasida ham ildamlab qo'ygan Prezident maktabi o'quvchilari. Albatta. Albatta, shu o'zimiz ham o'rganib, O'zbekistonda ham bunday sohalarni rivojlantirishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va maktabda shu o'qituvchilarimiz va darslar davomida qilgan loyihalarimizdan bittasi Agrobot deb nomlanadi. Biz sun'iy intellekt yaratib, sun'iy intellektga o'simliklarning xususiyatini o'rgatdik. Ya'ni siz sun'iy intellektni rasmini olib yoki u haqida savol so'raydigan bo'lsangiz, u qanday oilaga mansubligini yoki bo'lmasam qandaydir kasallikka chalingan bo'lsa, shu kasallikni topib, unga kimyoviy yoki bo'lmasam boshqa tomonlama qanday yordam berish mumkinligini ko'rsatadi. Foydali tomonlarini, unga nima kerakligini aytib beradi. Yana bitta narsa qiziqtiryapti. An'anaviy usulda laboratoriyada tahlil qilib tekshiruv borda, kasallikni, qanaqa kasallikka chalingan o'simlik, nima muammosi, qayerda aniqlash uchun qanchadir vaqt ketadi-da. Sun'iy intellekt ma'lumotlarni, axborotlarni tezkor taqdim qilishda qanchalik ustun va necha daqiqada bizga ma'lumotni ravshan taqdim eta oladi? Qanchalik aniqlikda ishlaydi? Biz bu sun'iy intellektni o'rgatish uchun 100 mingdan ko'p rasmlardan foydalanganmiz va hammasini natijasi bilan olganmiz va baland natijada 0.07 sekundgacha erishdik. Har bir yoki bo'lmasam qiyin bo'lgan o'simliklarni ham, ularni kasalliklarni ham 0.7 sekundda topa oladi. Ya'ni u deganingiz 1 sekundda ham emas. 1 sekundda ham emas. Ana natija. Ana natija. Albatta, buni ortidan mehnat. Albatta. Buni ishlashga foydalanish juda ham oson. O'zimizning smartfonimizda rasmga olamiz, ikkalali o'simlikni va o'shani bizga bir nechta qanday kasallikka chalingan, uni davosi qandayligi, nimada qanday davolash mumkin yoki bo'lmasa o'sha o'simlik qandayligi parvarish qilish mumkin. Barcha haligi ma'lumotlar sun'iy intellekt yordamida taqdim etiladi. Tavsiyalar taqdim etiladi. Yana Prezident maktabini o'quvchilarini natijalari bu bo'lmasa kerak. Yana qanaqa yutuqlari bor? Startap loyihalar, g'oyalar. Albatta, biz Prezident maktabini o'zini misol kompyuter science fani misolida ko'rib o'tsak, misol aytib o'tsam, har semestrda bizda har bitta o'quvchi uchun kamida 2 ta 3 tagacha loyiha beriladi. Loyiha beriladi 5-sinfdan to yuqori sinfgacha va ushbu loyihalar bizni o'quvchilarimiz kreativligi, ijodkorligini oshirishga xizmat qiladi. Albatta, bu o'quvchilar qandaydir bir yangilik yaratish kerak. Ya'ni darsni falsafiy tarafiga ham urg'u berasizlar. Albatta, nazariy jihatdan ko'proq biz amaliy jihatiga ko'proq urg'u beramiz. Va albatta keyin hozirgi kunda bu o'zi natijalarni bermoqda. Hozirgi kunlar juda ham har misol turli xil tanlovlar, yosh ixtirochilar, STEM+ va boshqa tanlovlarda o'quvchilar yuqori natija erishib kelyapti. Misol keltiraman, Haydarov Azizbek yosh ixtirochilar tanlovida respublika bosqichiga yaqinda g'olib bo'ldi va keyingi bosqichga tayyorgarlik ko'ryapti o'zining ixtirolari bilan. Asilbekdan tashqari juda ham iqtidorli yigitlarimiz, shunga o'xshagan yigitlarimiz juda ham ko'p. Ya'ni asl yigitlarimiz juda ham ko'p. Va albatta yana bir Qobiljon Umidjon degan o'quvchimiz dasturlash bo'yicha respublika va hamda agentlik olimpiadalarida doimo yuqori natijalarni erishib g'olib bo'lyapti, 8-sinf o'quvchisi. Va yana bizni xursand qiladigan jihati, yaqinda To'ray va Shirina raqamli avlod qizlari IT startaplar tanlovida
respublika bosqichi 150 dan oshiq loyihalar ichida 5 ta top 5 ta loyihani ichiga kirdi va hamda keyingi hafta nasib bo'lsa Amerika Qo'shma Shtatlariga ta'lim sayohatini yo'llanma yutib oldi. Ana qizlarimizni Demak, natijasi. xalqaro tanlovlarda ham mana shu albatta. O'zbekistonimizni, Andijonimizni nomini taratmoqda. Albatta, juda ham bunday iqtidorlar sanasak juda ham ko'p. Qisqa bizda o'quvchilarimiz barchasi faqat loyiha qilishga hamda kreativligini oshirishga, kelajakda bu o'zini kasb tanlashida bevosita foydasini beradi, o'zini mevasini beradi. Bilasizmi, hozir suhbatimizni kuzatib turib, aqlli hassaga qiziqish bildirayotgan tomoshabinlar bo'lsa kerak. Ayniqsa, tomoshabinlarda savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Ko'zi ojiz, farzandi yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar oila a'zosidan ko'chaga chiqib ketsa, smart hassa bilan deylik, baribir xavotir bo'ladida, qanday yuribdi, muammoga to'siqqa duch kelmayaptimi, uni oila a'zolari ham bilib turadigan imkoniyat yaratish rejasi bormi? Ya'ni buni takomillashtirish loyihalari bormi? Albatta, patent haqida gap ketgan edi. Bu mahsulotni patentlaganimizcha hali bir necha qadamlarimiz bor. Albatta, bu mahsulotni rivojlantirmoqchimiz. Bunga integratsiya, ya'ni qo'shmoqchi bo'lgan xususiyatlarimizdan birlari GPS, ya'ni siz hozir aytib o'tgan bu qurilmadan foydalanuvchi qayerlarda yuribdi, nimalar, qayerlarda, qanday xavfsizlikda yuribdimi va bundan tashqari Wi-Fi va Bluetooth texnologiyasi orqali to'g'ridan to'g'ri mobil telefonlarga integratsiya. Ya'ni keksa odamlarimiz bo'lsa, qarindoshlarimiz yoki bo'lmasa bobo-buvilarimizni shu telefon yordamida, ilova yordamida qanday harakatlanayotganini va qanday jonli ravishda ko'rib borsa bo'ladi. Oila a'zolariga bemalol qulaylik GPS imkoniyat. qurilmasi yordamida qayerda o'sha harakatlanyapti yoki bo'lmasa qayerda shu yerda barchasi o'sha mobil ilova orqali bemalol ko'rishlari mumkin. Demak, buni amaliy natijasini yaqin kunlarda ko'ramiz. Albatta, xudo xolasa. Xalq orasida, Andijon xalq orasida ko'rsak, mana shu Mahalliy brend haqida faxrlanib gapirsak ajab emas. Rahmat, studiyamizga kelganingiz va ixtirolaringizni bo'lishganingiz uchun minnatdormiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ijodiy faoliyatingizda omadlar tilab qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Bilasizmi? Qaysidir yoshlar texnologiyada, san'atda o'zini ko'rsatayotgan bo'lsa, ilm fanda juda ham ildamlayotgan va marrani kichkina emas, katta olayotgan yoshlarimiz ko'p. Andijonda o'zi